Assalomu alaykum. Bizani uzoqdan yaqindan ko'rib turgan obunachilar. Eldizdan chiqdikmi? Demak, siz uchun zo'r yangiligimiz bor. Xullas, 65 ming so'mdan sotilgan botilamiz narxini 45 ming so'mga tushirdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz uchun zo'r yangiliklarni aytamiz va nechun tushirganimizni ham aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, buni modellarini qarang, ichini mexini qarang, issiqqina bo'ladi, xudo xolasa. Qishning sovuq kunlarida hazat yeb yurasiz, oyoqingizni issiqqina tutmasangiz, bilasiz. Posiya har xil shamollashsa shundan kelib chiqadi. Shundan keyin sizlarga udobniy bo'lsin, sizlarga qulay bo'lsin degan maqsadda skipga tushirib berdik. Hurmatli obunachilar, bulardan kelib olmasangizlar bo'lmaydi endi. Shundan keyin Galaxy'dan yakkan modellarni asosida bo'ladi. Modellarimiz ko'p. Bir modelimiz yana S modelimiz bo'ladi. Yana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bunun podoshlari hammasi bir xil bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keyin ularida rezinkasi bo'ladi bularni. Xolasizda yana bir modelimiz Eko modelimiz bo'ladi. Rezinkasi. Bularni mexlari labinam chiqqan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ya'ni bu yerda turishining sababi, masalan, qishda, yomg'irda, qorda oyoqingizga xudo xolasa qor yomg'ir kelmaydi. Shularda ushla qoladi, zashtat qiladi. Hurmatli obunachilar, bunda o'shaqasizlar. Bular 45 ming so'mdan. Xohlasangizda bu modellarimizdan bor. Buni chiroyliligini qarasizlar, hurmatli obunachilar. Agarda siz inashlardan giysangiz borku, xohlasangiz to'ya, xohlasangiz tashkillari barsazlar bo'ladi. Ko'ring, odam g'idayta bu 100 ming so'm, 200 ming so'm ag'ansizdir deb o'ylaydi, lekin siz buni bizlar magazinimizdan 45 ming so'mga ekkan bo'lasiz. Xohlasangizlar boshqacha modellarimizdan bor. Hurmatli obunachilar, mana buni durishini qarang. Bunning yonboshida rezinkasi yo'q, lekin shundan ham o'zi ajoyib oyoq git chiqmoqqa o'ng'ayli oladi. Keyin sabablarni yaradan bo'lsa, hurmatli obunachilar, bu yerda faqat 40 razmerlarimiz qoldi. O'zining razmerlari 40 dan 44 tacha bo'ladi, lekin hozir bizlarda 40 razmerlarimiz qoldi. Shundan ekan, shu razmerlar kimgadir to'g'ri keladigan bo'lsa, kelib olib kelsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, har xil modellarimiz bor aytganimizdek. Videoni boshida aytgan yangilikni endi aytaman sizlarga. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Yana bu yerda 125 ming so'mdan sotganmiz o'zi bu krossovkalarni 55 ming so'mdan skipga tushirdik. Bularni ham 40 razmerlarni skipga tushirib berdik. Bilasizlar, oyoq kiyimda asosan 40 razmer qat ketadi. Shuning uchun davaydi bizlardan ham qat ketmasin, chang bosib yotmasin skladda. Kimada to'g'ri kelsa, skidga baholarda aksin degan maqsadlarda 40 razmerlarimizni bulardan ham 55 ming so'm skidga tushirib berdik. Hurmatli obunachilar, Galaxy'dan yakkan modellarni aksinizda bo'ladi. Videomiz yoqib turibmi? Yoqib tursa, birdan like bosib bering. Shu yerda kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Savollaringiz bo'lsa, savollaringizni ham kommentariyada qoldiringlar. Xudo xolasa, savollaringizga kommentariyada javob beramiz inshaalloh. Videomizni ko'proq odamlar tarqatish uchun like bosib, videolarimizni yo'rib qo'yinglar. Endi sizlarga manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Ag'alar, manzilimiz Urganchda, Xanqa yo'lida 9 ning oxirida bo'ladi. Xanqadan Urganchga kirib kelaverishingizda, Eldizda 2 dona benzin zapravka chiqadi. Chap tarafingizda shuning to'g'risida optim narxda oyoq kiyimlar do'konida bo'lamiz. Agarda siz Urganchdan yo Xivadan keladigan bo'lsangiz, Obulgayni ko'pirini o'tganingizdan keyin Xanqa tarafga qarab yurisiz. O'tganingizdan keyin Eldizda BBMed, Amoskul chiqadi. Shulardan keyin o'ng tarafingizda shu 2 dona zapravka chiqadi. Shularning to'g'risida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shu profillarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, sizlar bizani qo'llab tursangizlar, biz sizlar uchun zo'r skidkalarni, yaxshi tovarlarni arzon narxda qo'yib beramiz. Shunday ekan, bizani podдержкалashda davom qildiringlar.